Haqiqatan qo'l ko'rganga zo'r ekan. Mashalloh, mana ko'rib olaveramiz. Endi hayda deb qo'ydi. Hayda yemga keldi. Mana ke qani. Mashalloh, mana qo'rqish ham yo'q. Assalomu alaykum. Biz yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz, mana shunaqa chang, to'polon bo'lishiga qaramasdan, akalar biz sizlar uchun zo'r mana shunday qo'zi qo'chqorchalarni ko'rsatishga Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qoraqo'ng'irot mahallasiga yetib kelganmiz akalar. Mana ko'ringlar, zo'r badallari yirik bo'lgan qo'zi qo'chqorchalarni sizlarga ko'rsatyapmiz. Akalar buni bizni kuzatishda davom etinglar. Narx-navosi, yeb ichishi, sog'ligi hammasini sizlarga ko'rsataveramiz. Video sifati yomonligi uchun uzr so'raymiz. Albatta buni quyoshda yo'qligi va albatta bunaqa chang sal ta'sir qilishi mumkin akalar. Endi buni sog'ligi qanday, tishi qanday deydigan akalarimiz uchun ozroq sabr qilasizlar, videoni ko'rib, hammasini sizlarga bitta aytib beraveramiz akalar. Qo'ylarga, to'g'ri qo'zi qo'chqorlarimizga baho berasizlar akalar. Mashalloh, Allohumma barik. Mana shularini bemalol olib, urug'ga ishlatsa ham bo'ladi. Hammasini tishi qo'zi ekan akalar. Yana ham egalari bilan bitta ma'lumotlarni sizlarga yetkazaveramiz. Xo'p, aka-xonlarim, mana ko'rib olamiz. Qo'chqorchalarimizga gap yo'q ekan akalar mana. Xo'p, bularni garbanosiga, burullarga ham bitta e'tibor berib qo'yamiz. Albatta, zotdor qo'chqor boqaman degan akalarimiz uchun yaxshi variant. Suyaklari yirik o'zimizni toza hisori bo'lgan qo'chqorlarimiz akalar. E'tibor beramiz. Qo'yni, qo'chqor tushunadigan akalarimiz uchun zo'r variant. Xudo xolasa asta ma'lumotlarni egalaridan, ya'ni doktor buvamiz bor ekanlar, o'sha kishidan sizlarga xudo xolasa hammasini ma'lumotini yetkazaveramiz. Xo'p, akalar, mana qo'zichani ukamiz bir balog'i ushlab turibdilar. E'tibor beramiz qushlariga. Haqiqatan zo'r qo'zilar ekan. Orqalaridan o'tib ko'rsataman. Endi bularning tishi hammasi qo'zi ekan akalar. E'tibor beramiz. Mana. Uka, qanday bo'lyapti? Qiynalmayapsizmi ushlashga? Yo'q demak, sudrayapti sizda. Elga kulga qilyapsiz. Mana akalar, o'zi tulaydigan simjun variant, mana holatlariga e'tibor beramiz akalar. Zo'r mana shunday qo'zi qo'chqorchalarimiz hammasi sizlar uchun akalar. Endi buni soni nechta, qanaqa narxda bo'lyapti, hammasini video davomida aytib ketaveramiz akalar. Xo'p, qo'yimiz, men to'g'risi real video olish xohlayman. Hammasi tarqoq turibdi. Shunisi bir tarafdan bizga yaxshi, sababi hamma qo'ylar bitta ko'rinaveradi. Akalar, e'tibor beramiz. Haqiqatan zo'r, sog'liklari yaxshi ekan. Boya kelganimdan beri to'g'risi bular to'xtagani, o'ynayapti, maza qilyapti qaroch. Mana qani. Mashalloh, mana qo'rqish ham yo'q. Haqiqatan qo'l ko'rgangan ekan hammasi qo'zi qo'chqorchalarimiz. Yashang. Egalari doktor buvamiz sekin o'zlari bilan ma'lumot olaveramiz. Hozir sizlarga surpriz qilib chiroyli kadr qilaman xudo xolasa. Yana bir marta assalomu alaykum. Bu yaxshimisiz? Yashang buva. Xalqimizga mana shunaqa zo'r, mana shunday qo'zi qo'chqorlarni yetkazayotganingiz uchun rahmat birinchidan. Endi soni nechta bo'lyapti bu? Soni 45 ta. Yashang. 45 ta. Hammasi o'tgan yilgi qo'zi? Hammasi o'tgan yilgi qo'zi ekan. Boya endi yashang. Hali 7 oy 8 oylik qo'zilarimiz. Zo'r ekan mana. Akalar, e'tibor beramiz. 7 oy 8 oylik qo'zilarimiz. Albatta videoda hozir kichkina ko'rinyapti, lekin yonidan ko'rsalaring bo'ylari 75, qarochi to'g'risini aytaylik 60 plusda bular hammasi 75 gacha ekan. Mana akalar ko'rib olamiz. 60 plus 75 gacha. Endi men o'zim taxminim, balki adashayotgan bo'lsam, mana akalar. Haqiqatan qo'l ko'rgangan zo'r ekan. Mashalloh, mana ko'rib olaveramiz. Akalar, zo'r qo'zi qo'chqorlarimiz, olaman degan akalarimizga zo'r ekan, uruqqa ham zo'r ekan mana shular. Endi buni o'zingiz tarbiyalayapsiz. Qanday yeb ichish qanday? Yeb ichishga gap yo'q. Sog'ligi zo'r. Yashang. Sog'ligiga hech qanaqa muammosi yo'q. Ko'rib olaveramiz akalar. Jon, qilgin, sog'in yemdi. Mana akalar, yem vaqti bo'lib qopti. O'zi sal biz kech qoldik. Ko'rib olamiz. Soling qani. Qani ovqatga. Mana gap yo'q. Akalar, qo'zi qo'chqorlarni yeb ichiga e'tibor beramiz. Endi hayda deb qo'ydi. Hayda yemga keldi. Mat, Buva, qo'zi qo'chqorlari zo'r ekan. Narxidan gapiring, buva. Narxini chiroyli qilib bering, endi xalqimiz sizdan olib baraka topsin. Olgan odam bir duo qilib sizdan xudo xolasa bir nima qilsin, endi bir maza qilsin, to'g'risini aytsak, bu qo'zi qo'chqorlarni ko'rib. Narxidan gapiring, buva.
Endi o'ylanmang, bir chiroyli narx ayting. 4,5 dan qilamiz, 4,5. Ya, bu sal to'g'risi qimmat. Men to'g'risi talashaman, xalq uchun bir nima qilaman. Bu men to'g'risi 4,200,000 demoqchi edim. Qo'zilaringizni ko'rdimda haqiqatan zo'r ekan, 100 qo'shdim. Nima dedik? 4,300,000 dan. Rozimiz. Bu nimani qiling, barakani. Xudo xolasa yana ham bu startli bahosi akalar. Men qo'zichalarni ko'rmasa, qimmat qo'yapsiz, 4,5 million dedilar. Juda baland qo'yapsiz dedim. Mana orqalaridan ko'rinishi, bo'ylarga e'tibor beramiz akalar. Dummalariga ham e'tibor beramiz. Mana shunaqa o'zi bo'lingan, mana shunaqa zo'r qo'zi qo'chqorchalarimiz 4,300,000 so'mdan bahosi, soni 45 ta bo'lyapti. Olaman degan akalarimiz uchun zo'r variant. Xo'p, bir joyga olsalaring, xudo xolasa dastavkasini ham iloji bor. Akalar, mana shuni to'liq aytib qo'yaylik. Bir joyga olamiz desa, dastavkasini iloji bor. Agar 20 ta, 30 ta, 40 ta yo bo'lmasa 15 ta olaman desalaring, Qashqadaryoni o'ziga xudo xolasa dastavka qilib berilar ekan. Xo'p, pastda nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib o'zlaringizga yoqqani baraka qilsalaring bo'ladi. Inshaalloh olgan odam menimcha afsuslanmaydi. Buvani duo qilib, maza qilib boqadi xudo xolasa. Mana, yashang. Bu tarafdan ham qo'shqorlarni o'zlari yaxshi ko'rar ekanlar. Bu tarafdan ham olib ko'rsating deyaptilar. Mana, mashalloh, mana ko'ringlar, e'tibor beramiz akalar. Qo'shqorlar haqiqatan bo'ylari zo'r. Shakkidan beradigan qo'zi qo'chqorlarimiz akalar. Bizni kuzatishda davom etamiz akalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ygan akalarimizga mana shunaqa qo'zi qo'chqorlardan 1000 ta, million tasini nasib qilsin. Robbim hammamizdan shunday yaxshi kunlarga yetkazsin.